Biz oldingi xotiraga boshlangan mavzuyimizni bu videomizda davom ettiramiz. Xotira buzilishlarini qachon jiddiy tekshirish kerak? Agar xotira tez yomonlashsa, to'satdan yo'qolib qolsa, gap topolmasdan adashib qolsa, shaxsiyat o'zgarishi bo'lsa, ya'ni bemorlarda sabrsizlik, tez jahl chiqish, agressiya paydo bo'lsa, befarqlik va qiziqish yo'qolsa, shubha va ishonchsizlik, tushkunlik, qaror qabul qilish qiyinlashuvi va bolalikka xos xulqlar paydo bo'lsa, unga e'tibor berishimiz kerak. Undan tashqari kundalik ishlarni ham bajarish qiyinlashib qolsa, bunga ham katta e'tibor berishimiz kerak. Agar bemorlarda xotira susayishi kuchaysa, nimalarni tezda qilish lozim? Birinchidan, kundalik odatlarni tartibga solish zarur. Ya'ni uyquni yaxshilash, stressni kamaytirish, jismoniy faollikni oshirish, miyani rivojlantirish uchun o'qish, yozish, yangi narsani o'rganishga harakat qilish zarur. Masalan, yangi tilni o'rganish mumkin. Bunday hollarda nevrolog ko'rigi va boshning MRT tekshiruvi kerak bo'ladi.